Qo'shing amaki, qo'shing. Mol nima sotyapsiz o'zi? Men bu ishni molni qishga kiyintirishim kerak. Baraka unda. Baraka. Bo'ldi, keyin, davay, bozorga ketdik. Ya onam mening, onam. Qayerga? Guliston Saxovat. Nechi kishida? Bir kishiga pul beraman, bolalarim oldimda o'tiradi. Yo'yiba. Uyat emasmi amaki, uyat emasmi? Yoshingizni qarang, nima qilyapsiz? Nima deyapsan? Skors qidiryapman. Yo. Skorsmi? Skors. Bu yenangning uyi emas. Aytib qo'yay, ko'rgan narsaga javobma, ko'zingni o'yib olaman. Ay, mana shu qiz tug'adi, javob. Ya, sen qaydan bilasan? Kalta kiyim olgan shamol edi-ku. Buncha kalta yo'q. Asta, hozir aytdim charmandalarim, bunlar senlar. Bunga qanday chiqadi endi-ya? Ay, bunga duosini o'qib chiqish kerak. Qarang. Tavba qildim. Ha, beparasatlar bunga oyoqni cheshib chiqardi-ku. Tavba qildim. Voy, Aya, sekin tavba qiling. tavba qildim. Qach. Bu narsalar yekimmi deyman, hech kim pulni so'ramayapti. Hech kim pulni so'ramayapti, boshim yevro Voy, ekan. otangni uyi, bu qarzinka, bu kassasi bor. Aya meniki hisob ketdi. Qisib tur. Qizim, shularni hisoblab yuboring. 10 ta shokolad yebdilar. Manikidan hisoblayim, bitta olma yedim. Ana bitta olma yedim, chestniman. Aya bu katta-ku. Ha, hech nima qilmaydi. Zato 3-4 yil kiyasan. Men senga boshqa kurtka olib bermayman, bachcha. Aya meniki hisob ketdi. Qisib tur. Ayajon. Ha, Jannat onalar oyoq ostida deyshadi. nima demoqchisan? Bitta oyoqchamga tufli cho'p bering. Tarjihon. Men nima qilib qisib turaveraymi? Qisib tur dedim men senga. Bor 500 so'm turadi kanetda, bor. Asta. Ayajon bu saxovat deganlar katta joyda-ku. Ha, detskiy plajatkalari ham bor. Meni ham farzandlarim bo'larmikan? Ularni aylantirish nasib qilarmikan? Ey, nimaga namiya qilyapsan? Uylantirish vaqti kelmadimi, ayajon? Ha, Uylantirish. qistadimi? Yo'q. Bo'ldi, qo'yib yubordim. Ey, o'lay sharmanda. Borishtoningda olmasdir, ey. Dadasi biz keldik, mana sizga kalish oldim. Shuncha bo'ldi, men boqdim, bitta kalish olib keldingmi? Ay yo'q, sizga yarim kilo cho'yanchi nos bilan bir pachka lezva oldik. Birga ishlatamiz, dada. Sani mo'yloving yo'q-ku. Lezvada faqat mo'ylov olmaydi-ku, dada. Video Adni Expert hamkorligida tayyorlanadi. Bu yerda turli xil sport o'yinlari va kazinolarga stavka qilinmagan daromad ishlab topishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu videoning kommentariyasidagi ссылка asosida kiring yoki yangi registratsiya qilayotib Vines o'zi promokodini kiritib o'ting va iltifosingiz uchun $500 gacha bonusga ega bo'ling. Siz bilan maslahat ish bor. Qanaqa? O'g'lingizni uylantirib qo'yaylik. Kimni o'ylantiramiz? Ibrohim Pishay qiziga. Siz dadasi bilan borib gaplashib keling. Keyin ayollar borib o'zimiz maslahat etamiz to'ylari. Ha, nimaga borib kelaydi? Hisobchilikka. Ha, ana shunga. Ha. Boramdan keyin nimalar o'tirmang, tushundingizmi? Makkinlab. Dangal ayting. Hisobchilikka ketib to'y boshlaymiz deb. Tushundingizmi? Menga nima qilib o'rgatma qo'tir, tushundingmi? Men o'zim bilaman nima qilish. O'g'lim qizingga nima qilibdi? Nima qilibdi? O'g'il bacha bilan qiz bacha Nima qiladi meni qizim o'g'ling? To'xtang, men qarang. Men so'zimni tushuntiraman. Qizingiz yaxshi ko'raman. Biz sovchilarga keldik, dadamning Ha, oldiga. ana shu nima? Ana shunga Shunday demaysanmi? Shu fikra nima deysan? To'y qilamizmi? To'y qiladigan bo'lsak, meni shartlarim bor. Meni oyog'im tagiga bitta qora jinti. Ana. Ha. Odamlardan farq qilib turish uchun qizimni to'ydagi ovqatlar fil go'shtidan bo'lish kerak. Xullas, meni ustima gussidan kastim. Oyog'ima do'jji gabanadan oyoq kiyim bo'lish kerak. Nimasi ham kerakmi? Nimasi? Yo, so'kinish so'zini tarjima qila olmayman. Rozi bo'lsanglar shu shartlarimni to'y qilamiz. Ha, Ibrohim Pishak. Qizing nimaga tiq? Nimami? O'yiza. Ha, ana shu, ha. Bizlarga kerak emas qizing. Davay, ketdik, nima qilaylik? 300 yosh to'ylanasan, tushundingmi? Bironta qiz topma shunga yoshacha. Nima bo'ldi? Rasvo bo'ldi. Bilgandim. Ikkalalari qo'lingdan hech ish kelmasligini bilgandim. Dildora kerak-ya. Mayli suvga chiqadimi? Chiqmaydi. Mana bitta qincha o'tirishimiz kerak. Suv emasmi? Uyda pechka yoqqanmiz. Uni ustiga suv bor. Man
olib kel. To'xta. Men ukangni ham qo'shib ol. Menga qara. Quruq yemagin, men. Ana suv chiqayotgan ekan. Voy, o'chirt ekan. Hozir bu yerda ko'p qolib ketamiz. Qo'yvor, uyda как раз ish ko'p edi. Yo'q, to'g'ri, shu bolacha ham ikkita baklashka ko'tarib ketdi, qara. Surasi sekin kelyapti. Ketdik-dargi mahallada olamiz. Kutaylik. Yo'q, yur ketdik. O, anasi yaxshi kelayotgan ekan. Balki boshqa yoqqa borarmiz. O'zi ikki kishi ekan u. Ikki kishimi sizlar? Ha, ikki kishimi? Kechagina qishloqdagi qizlarning bari menga sirli. Tog'ora, muncha idishinglar ko'p. Hamam yoqyapti-deydi. Endi to'chni ketamiz. Ha, qurib ketsin. Ha, bu yoqda 2 yildan beri suv chiqmayapti-yu, seni gapingga kirganman, ahmoq. Umid nima o'tmayapti? Har doim beligida shu yerda yurardi-yu. Hasan mashinik, o'sha Umidni ko'rish uchun qolib kelding meni. Hozir uyga solib kirmasam, oyim meni o'ldirarlar. Bo'pti, ko'p gapirma. Men yo'lini bilaman. Arodan olganimizni bilishmasmikin? Bilishiydi. Qaysi ko'rda yuribsanlar? Suv olib keldim, kerak meni. Suv yarmi qani? Yeri haqida to'kib keldim. Nima cho'p bilan urdilar? Anoriki. Ey, yomon yutganlari borishmas, o'zimniki bilan urmaylarmi? Sening qani? Oppa! Shidir